Dasturimiz davom etadi. Ayni kunlarda viloyatimiz bo'ylab obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla ko'rik-tanlovining hududiy bosqichlari bo'lib o'tmoqda. Unda viloyatimizdagi mavjud 536 ta mahallada xonadon va ko'chalarni obodonlashtirish, fuqarolar o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng targ'ib etish, hudud infratuzilmasini yaxshilash va yashil mahalla tamoyillarini joriy etish borasida yaratilgan tajriba namoyish etilmoqda. Muxbirimiz mazkur ko'rik-tanlovning Gurlan tuman bosqichi haqida so'z yuritadi. Ko'rik tanlovning Gurlan tuman bosqichida 50 ta mahalla orasidan saralab olingan mahalla fuqarolar yig'ini raislari o'zaro bellashdilar. Tanlov nizomiga ko'ra ishtirokchilar ikkita shart bo'yicha bellashdi. Mahalla raislari dastlab o'z hududida amalga oshirilgan ishlar taqdimotini o'tkazishdi. Hakamlar hay'ati, jamoatchilik vakillari mahallalarda ko'chalarni obodonlashtirish, aholi o'rtasida sog'lom turmush tarzini keng yo'lga qo'yish, tomorqadan samarali foydalanish borasida amalga oshirilayotgan ishlar bilan tanishtirildi. Shundan so'ng mahalla raislarining bilim saviyasi, dunyoqarashi, fikrlash qobiliyati savol-javoblar orqali sinovdan o'tkazildi. Ushbu shartda ishtirokchilar o'zlarining bilim tajribasini yuksak saviyada namoyish etdi. Hakamlar qaroriga ko'ra, eng ko'p ball to'plagan 3 nafar ishtirokchi orasidan g'olib va sovrindor qo'shimcha savollar orqali aniqlandi. Yakuniy natijalarga ko'ra, Shang'i mahalla fuqarolar yig'ini raisi 3-chi, Dehqon mahallasining raisi 2-chi va Ishonch mahalla fuqarolar yig'ini raisi 1-chi o'rinni qo'lga kiritdi. G'olib va sovrindorlar mahallalar uyushmasining tuman bo'limi tomonidan taqdirlandi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida bizning Nukus ko'chamizda 78 xonadonda 96 ta oila yashaydi. Bu oila ishsizlikdan xoli. Hozirgi kunda hammasi o'zlarining doimiy daromadga ega bo'lgan xonadonlar. Issiqxonada limon, mandarin, malina, yana gul ko'chatlari, turli xil ko'katlar yetishtirib kelmoqda. Parrandachilik, chorvachilik ishlar bilan ham shug'ullanadi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili bizning mahallamizning barcha ko'chalarga, barcha xonadonlarga hozirgi kunda kirib bormoqda va bu aholimizning farovon yashashiga, turmush sharoiti yaxshilanishiga katta xizmat qiladi. Keyingi bir yilda tumandagi Ishonch mahallasida obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla tamoyili asosida bir qancha ishlar amalga oshirildi. Hudud qiyofasi tubdan yaxshilanib, ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlari olib borildi. Bundan tashqari hudud aholisi bandligini ta'minlash, oilaviy tadbirkorlikni rivojlantirish, ijtimoiy infratuzilma obyektlarini barpo etish borasida salmoqli ishlar amalga oshirildi. Mahalla yettiligi a'zolari uyma-uy yurib, aholi bilan muloqotda bo'ldi. O'rganishlar natijasida tegishli yo'l xaritasi ishlab chiqildi. Dastur ijrosini ta'minlash asnosida aholi o'rtasida tushuntirish ishlari olib borilib, tomorqadan foydalanish, savdo, xizmat ko'rsatish, ishlab chiqarish tarmoqlarini yo'lga qo'yish borasida zarur yordamlar ko'rsatildi. Ular orasida bunday imkoniyatlardan foydalanib, mo'jazgina issiqxonadan ham yaxshi daromad olayotgan Hayitgul aya Qo'chqarova ham bor. Mana tamakamizda kichik issiqxona qurganmiz. Shu issiqxonamizdan unumli foydalanib o'tiribmiz. Limon yetishtirdik, mana banan bor, mandarin, apelsin bor. Apelsin, mandarinlar endi gullayotir. O'zlarimiz uchun bolgarboshlar bor, ko'katlar bor. Bor yo'g'i 30-40 metr kvadrat joydan unumli foydalanib o'tiribmiz oilamiz uchun. 6 tip limonimiz bor. Uning ham navdim yaxshi. Sirti bilan birga iste'mol qilsa-da bo'ladi. Oilamizga yetarli daromad olib turibmiz. Mahalla xotin-qizlarini bandligini ta'minlash hamda kasb-hunarga o'rgatish maqsadida tikuvchilik yo'nalishida ham ustoz-shogird an'anasi yaxshi yo'lga qo'yilgan. Xotin-qizlarga tikuvchilik hamda boshqa momo-meros kasb-hunar sirlarini o'rgatayotgan ayollarimiz davlatimiz tomonidan yaratilgan imkoniyatlardan mamnun. Mahallamizda ishsiz xotin-qizlar bandligini ta'minlash maqsadida oilaviy tadbirkorlikni yo'lga qo'yish asosida kredit ajratilib, mahallamizda ishsiz ayollarimizni bandligini ta'minladik. Bundan tashqari yoshlarimiz hamda ayollarimizga subsidiya asosida tikuv mashinalari berilib, ular ham o'zlari uyda o'tirgan holda shu tikuvchilik xizmatlarini yo'lga qo'yib, hozirgi kunda oilaviy daromadini ko'tarib o'tirdilar. Keyingi bir yilda Prezidentimizning 312-sonli qarori asosida mahallamizda 8 ta fuqaroga 100 million so'm kredit asosida kreditlar ajratilib, hozirgi kunda mahallamizda 18 ta ishchi o'rin yaratilib, xizmatlar tashkil etilib turibdi. Bundan tashqari mahallamizda xususiy tadbirkor ishsiz yoshlarni hamda ishsiz ayollarni bandligini ta'minlash maqsadida 250 o'ringa mo'ljallangan yangi bino tashkil qilinyapti. Mahallamizni bu bilan ishsizlikdan xoli hududga aylantirishga erishamiz.
Bir so'z bilan aytganda, mahalla, ko'cha va xonadon obodligi ko'rki va go'zalligida vatan qiyofasi namoyon bo'ladi. Obod xonadon, obod ko'cha, obod mahalla dasturi hademay viloyatimizning har bir mahallasi, har bir ko'chasida o'zining ijobiy samarasini ko'rsatadi.